Do'stim, Jigar yaxshimisan? Nima gap? Charchamayapsan? Ishlar yaxshimi? Nima gap? Pul so'rashni kerak bo'lib qoldi, iloji bormi? Men senga qarz berolmayman, lekin soqqani yaxshi topadigan ideya bor. Xo'sh, qanaqa? Men bilan bittasini arendaga olamiz. Xo'sh. Nomer yechamiz, soy bo'yiga olib tushamiz, shag'alni ortamiz, soqqani tagida qolamiz, o'rtoq. Nima deding? Zo'rlik o'ylab ko'rmagan ekanman. Ketdingmi? Ketdi davay. Aynan mana shunga o'xshash reja tuzib uni amalga oshirganlar buning uchun maxsus ruxsatnoma kerakligini unutdi. Mazkur holat Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi inspektorlari tomonidan o'tkazilgan ekologik nazorat tadbirlarida aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, huquqbuzarlar ushbu harakati bilan tabiatga 4 milliard 504 million 378 ming miqdorda zarar yetkazgan. Avtotransport haydovchilaridan ushbu otilgan qum shag'al aralashmalarini qayerga olib borib to'kayotganligi so'ralganda, shu yaqin atrofda joylashgan tosh maydalash sexiga olib borib to'kayotganligini ma'lum qildi. Ushbu holat bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qilish organlariga yuborildi. Kim nima desa ishonib, to'g'ri kelgan ishga qo'l uravermang. Buning oqibati aksariyat holatlarda yaxshilik bilan tugamaydi. Aytmoqchimanki, keyin qancha pushaymon bo'lsangiz ham buning foydasi bo'lmasligi mumkin. Shu bois har bir qadamni o'ylab bosing.